Dunyodagi eng noodatiy telefonlar top 5ligi. Nokia 7280 2004-yilda chiqarilgan va ruch telefon nomi bilan mashhur bo'lgan juda noodatiy telefon. Unda oddiy raqamli klaviatura yo'q edi. Raqam terish uchun maxsus aylanuvchi gildirak ishlatilgan. Unda video kamera, Bluetooth, infraqizil aloqa va FM radio ham bo'lgan. Nokia NGG 2003-yilda chiqarilgan telefon va o'yin konsolining kombinatsiyasi edi. Unda o'yinlar uchun maxsus tugmalar, rangli ekran, Bluetooth va Symbian tizimi bo'lgan. Eng qiziq tomoni, bu telefonda oddiy qo'ng'iroq qilish bilan birga maxsus o'yinlarni ham o'ynash mumkin edi. Nokia 7600 2003-yilda chiqarilgan va tashqi ko'rinishi bilan ajralib turgan telefon. Uning korpusi ko'z yosh tomchisiga o'xshash noodatiy shaklda edi. Unda 3-avlod aloqa, video kamera, rangli ekran va musiqa pleyeri bo'lgan. Raqamli tugmalari esa ekranning ikki yoniga joylashtirilgan. Motorola Aura 2008-yilda chiqarilgan hashamatli telefon. Uning eng asosiy xususiyati dumaloq ekrani va aylantirib ochiladigan korpusi edi. Unda 2 megapikselli kamera, 2 GB ichki xotira va Bluetooth mavjud bo'lgan. Ekrani sapfir kristal bilan himoyalangan. Ben Cubase 2 kub shakliga o'xshash juda noodatiy telefon. Unda rangli ekran, kamera, Bluetooth, Java va xotira kartasi uchun slot bo'lgan. Uning eng katta farqi esa noodatiy kub dizayni edi. O'sha davrda bunday ko'rinishdagi telefon juda kam uchrardi. Volt 77 kanaliga obuna bo'ling. Like bosing va yangi videolarni o'tkazib yubormang.